Ayamkamizning vositasi 1.17 bo'ladi. 1.17 ga va lazerga qo'yasizlarda metka qilib olasizlar. Отбивкада обязательно urib olasizlar. Tuz fix bo'ladi. 1.17 bu liniya turibdi. Liniyadan tepaga chiqib ketishdi, joyiga yo'q. Normal, da? Следующий işimiz ayamkani qarmashtiramiz. 1.17 ga qo'yamiz. Visatasi bir jag'i tuz bo'lish kerak. Вот. Shu endi buni urib yuborish kerak. Keyin buni shpatel bilan bosish kerak. Ichida vozdux bo'ladi, chiqarib yuborish kerak. Ikkinchisini qo'yamiz. Ikkinchisini o'rtasini ushlaysiz ayamkani mana. Ayamkan o'rtasini ushaladi. Shopiga обязательно e'tibor berish kerak. Вот. Обязательно shopiga e'tibor berish kerak. İçidagi havosini chiqarib olamiz. Обязательно bu shopiga e'tibor beramiz. Mana shu istigini bir-biriga qo'shadigan joyiga e'tibor beriladi. Bu tili tepaga ili pastga tushib ketish kerak emas, tuz turish kerak. Bilay tuz bo'lish kerak.